Yo, hamma salom bolalar, sizlar bilan yana o'sha hacker obunachi bo'lyapti o'rtoqlar. Bu kanalni hozir biz anavi qilyapmiz, nima deydi? Reklama qilyapmiz. Shu 20 ta videosi bilan 22 ta obunachisi bor. Bunda nima chiqaradi desanglar, bunda Free Fire chiqaradi. 50 ta obunachidan keyin stream qilinadi. Minecraft, PUBG bitta kanal ochib. Shortslar deganim. Mana Barsa nechta ovoz yig'ilgan? Bu 3 ta ovoz yig'ilgan. Free Fire 75% Free Fire. PUBG Mobile necha foiz aytayim? 25%. Bu ham 50%. Bu 75. Zo'ra. Bola hozir bunday deb yozamiz. Do'stlar, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bunday deb yozib qo'yamiz hozir. Qaranglar, qarab turinglar. Lifehack. Hacker obunachisidan salom deb qo'yasizlar. Hacker obunachisidan salom deb qo'yasizlar. O'rtoqlar, albatta bunga like bosib qo'yasizlar. Unda ketdi. Bolalar, buni albatta o'qib chiqasizlar. Bolalar, ko'rib chiqinglar. Albatta hozir men sizlarga ko'rsataman. Qanday qidirish kerakligini ko'rsatib beraman. ID raqami 10 17 tepada ID turibdi-ku, tafsilda. Tafsil pastda 10 17 35 96 71 4. Bugundan boshlab bizning kanalda Free Fire oid narsalar chiqariladi. Xo'sh, pastda 2512 marta ko'rilgan. 31 oktyabr 2024 yil chiqarilgan. O'rtoqlar, albatta qanday qidirish, mana batafsilda bitta pastda turibdi. Kuchukcha silver past chiziqcha 2013 va -1. O'rtoqlar, shunday deb qidirsanglar albatta mana shu chiqib keladi. Mana bu kanal chiqib keladi. Men albatta obuna bosib qo'yganman va qo'ng'iroqchani ham amal albatta sizlar obuna bo'lganinglardan keyin monetada qo'ng'iroqcha turadi. Moneta. Короче, mana shu yerda bo'ladi. Shuning uchun bosib qo'ysanglar, bundan oldin chiqayotgan videolarni ko'rishinglar mumkin. O'rtoqlar, bir-biridan zo'r videolar chiqariladi. Bitta fakt ham joylashtirilgan. Pastda futbol, Messi, Haaland, Mbappe, Ronaldo, Neymar haqida faktlar deb yozilgan. Pastda futbol. O'sha, qarorchi o'rtoqlar, sizlar bilan bugun men bo'ldim. Albatta kommentiga nima yozish kerakligini aytib o'tdim. Sizlar bilan yana o'sha men edim. Va nima deymiz? Albatta xayr deymiz, o'rtoqlar. Mana qo'ng'iroqcha aytdim-da men. Mana qo'ng'iroqcha aytdim-da. Monetda 3 talik turadi. Sizlarda hech biri turadi. Hech qanday deganim, hech qanday turadi. Hammasini bosib qo'yasizlar. Keyin mana uni degan shu. Bosib qo'yasizlar. Keyin bo'ldi. Shotga bo'lar. O'rtoqlar, sizlar bilan o'sha men bo'ldim va bu kanalda andaqa qilgan Silver bo'ldi. O'rtoqlar, ham bitta narsa aytib o'tishim kerak. Bu meni akam bo'lar. Yo, what's up, nigger? Bola obunachilar deb endi videoni boshlamoqchi edim. Video tugatgan esimdan chiqib qopti. Unday bo'ldi. Xayr bolalar. Sizlar bilan men bo'ldim. Va keyingi videolarni ko'rishguncha xayr. Meni kanalimga albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Men juda ham katta xursand bo'lgan bo'lardim. Agar obuna va like bossanglar. Bo'pti, bratlar.
Sizlar bilan men bo'ldim. Bitta obuna yig'ib tashlashsanglar, 10 ta obuna yig'sanglar, men liboy bitta odamning kommentini mana shu hozir ko'rsam. Mana bu yerda joy bo'ladi. Mana shu yerda joy bo'ladi. deb yozilgan komment bo'ladi. Chiroyli yozilgan kommentga, mana shunga chiroyli yozilgan kommentni videoyimni ostiga chiqaraman. Unda mana shu kanalga obuna bo'linglar. Mana yerda ham turibdi. Darrov ko'rib olinglar mana. Mana turibdi-ku. Mana. Mana uni. Mana emas. Bu emas. Mana shu pasi. Mana shu pasi mana. Shu turibdi-ku. Mana shu. Shuni yozib obuna bo'lib qo'yamiz. O'rtoqlar, juda xursand bo'lgan bo'lardim va sizlar bilan men bo'ldim. Bularni obunachisi 22 ta. Xo'sh, endi bizning obunachilarni qaranglar. Bizning obunachimiz bitta. Atiga bitta. O'rtoqlar, post ham qo'ydim, daji bor-ku. Buni albatta o'qib chiqasizlar. 16 daqiqa oldin post ham qo'ydim. Hech kim ko'rgani yo'q menikini. Hech kim. Mana shu postga o'tib bir nimalar deylar, faqat chiroyli gap bo'lsin o'rtoqlar. Qaranglar, buni qachon chiqaruvdim? 31 marta ko'rilibdi. Yaxshi-ku. O'rtoqlar, albatta mana shu kanalga obuna bo'linglar. Va xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.